Chilonzor 15-kvartaldan navbatdagi remontli, narxiga stoyishi bo'lgan zo'r kvartiramizni sotuvga chiqadi. Tashqi atmosferani bitta ko'ringlar. Shundoq uyimizni oldi mana bunaqa daraxtzor. Parkovka uchun mana bunaqa kattagina joylari bor. Bolajonlarimiz o'ynash uchun bu yerda maydongohlar, besedkalar. Mana shunaqa zo'r atmosferadan, zo'r lokatsiyadan Chilonzor 15-kvartal Safiya Tort zavodiga yaqin joydan mana shunaqa xonadonimizni sotuvga chiqyapti. Kvartiramizni bitta ko'ring, kvartiramiz sizga yoqishi aniq. Agarda yoqsa, telefon qilib barakasini ko'rasiz. Kvartiramizni ko'rib chiqamiz. Kvartiramizga ham kirib oldik, hurmatli yurtdoshlarimiz. Hozir men sizlarga ushbu kvartirani kirish eshigidan boshlab obzor qilib o'taman. Agarda kvartiramiz sizga ma'qul kelsa, bemalol video pastdagi telefon raqamlariga telefon qilib kvartirani baraka qilishingiz mumkin. Bu yog'imizni kvartiramizga kirib kelaverish glavniy eshigimiz. Koridor qismimizda, koridorimizda prixojniy mebellarimiz joylashgan. Bu yog'imizda alohida sanuzellarimiz hamda tosh oynalarimiz qilib qo'yilgan. Juda ham zo'r remontdan chiqqan Euro remont mebel texnikali kvartiramiz. To'g'riga kirib kelsak, bizani mana bunaqa chiroyli mehmonxona qismimiz kutib oladi. Bunaqa remontimizni ko'pgina obunachilarimiz уже biladi. Ko'p sotuvda turmaydigan, tez sotilib ketadigan variantlarimizdan bittasi. Mehmonxonada chiroyli televizorning zonalarimiz, smart televizorlar qo'yib qo'yilgan kattasidan. Bu yog'imizda desa divanli zonalarimiz qilib qo'yilgan. Shu yerda bemalol dam olib televizor tomosha qilsanglar bo'ladi. Dekor devorlarimiz, chiroyli dekorativniy soatlarimiz hamda gullarimiz qilib qo'yilgan. Xo'p, kvartiramizning oldingi oshxonasi hozir detskiy spalni qilib qo'yilgan. Bittalik spalnimiz qilingan, pardalari, lyustralari va bunaqa chiroyli aboylari bilan birgalikda. Kvartiramiz 1,5 ga 6 lik balkon. Balkondan unumli foydalanib, balkonimizga oshxonani ixchamgina qilib chiqazganmiz. Bu yog'imizda xo'p, xolodilnikimiz, kuxniy mebellarimiz qilingan. Tashqariga ikkita oyna qaragan bu yoqda. Bu yoqda esa gaz plitasi, posuda moykalari. Mana bunaqa katta shkoflar bilan birgalikda. Tashqi atmosferani ham shu yerdan bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Shunda oyna ochsanglar, yaxshi atmosfera, yam-yashil zona, daraxtlarimiz, pastda parkovka uchun joylari, juda ham tinch mahalla. Shunda oilangiz bilan mazza qilib yashashli lokatsiyadan juda ham zo'r kvartiramiz sotuvda. Ushbu kvartiramiz skvoznoy hisoblanadi hamda smeshka planirovka 54 kvadrat zerkalniy hisoblanadi. Mehmonxonaning razmeri bilan spalnining razmeri bir xil bo'ladi, kattaligi. Spalnida ham u yoq bu yog'iga o'tishga kattagina joyi bor. Xo'p, spalnini bitta ko'rib o'tamiz. Chiroyli dizaynda master spalni. Mebellarga bitta ahamiyat bering, eng zo'rlaridan pod zakazga ishlatilgan. Ayollarimiz bo'yanib yasanish uchun trimolar qilib qo'yilgan. Spalnining o'zida ham televizorlari bor, smart, bu yoqda shkofi hamda patologgacha ketgan chiroyli mana bunaqa spalnilarimiz qilib qo'yilgan. Oilangiz bilan mazza qilib yashashingiz mumkin bo'lgan tayyor xonadonimizni sotuvda. Endi alohida sanuzellarni ko'rib o'tamiz. Bu yog'imizda kvartiramizning vanna xonasi stena polniy kafeldan chiqqan vanna qilib qo'yilgan, semistitelli. Bu yoqda o'zining shkofi, qo'l uchun rakvinasi hamda kir yuvish mashinalargacha qilib qo'yilgan pod ключ kvartira. Bu yoqda esa hojatxona qismi stena polniy kafeldan chiqqan. Xo'p, kvartiramiz 4 etажli binoni 3-etajda joylashgan 54 kvadrat, 1,5 ga 6 lik balkon. Chilonzor 15-kvartal. Shundoq Safiya Tort shuni yonida joylashgan. Xo'p, kvartiramizning narxiga to'xtalsak, $75,000 so'raymiz, ozgina kelishtirib beradigan joylarimiz bor. Ushbu kvartirani olib, oilangiz bilan mazza qilib yashashingiz yoki investitsiya qilib qo'ysangiz, oyiga $600-650 sizga daromad olib kelib turishi mumkin bo'lgan kvartira. Kvartiramiz faqatgina naqd pulga sotiladi. Agarda kvartira sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol video pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqib, ushbu xonadonimizni baraka qilishingiz mumkin.